Assalomu alaykum hammaga, hurmatli youtuberlar va YouTube'ga qiziqadiganlar. Men Elbek Nabiyev. Bugun biz YouTube 1 million prosmotr uchun qancha pul to'lashini, o'zi nega pul to'laydi, qanaqa pul to'laydi, shularda to'liq gaplashib o'tamiz. Agar siz Amerika YouTube haqida hech narsani bilmasangiz, meni YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying va juda ham ko'plab bepul darslar chiqaryapman. Telefon va kompyuter uchun bo'ladi. Bu darslarni ko'rib, siz bemalol bepulga YouTube'da o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Demak, do'stlar, biz avvalambor RPM'lar haqida ma'lumot olishimiz kerak. YouTube bizda birinchi o'rinda videolarimizni nega pul to'laydi? Videolarimizni laykiga pul to'laydimi, obunasigami deb o'ylashinglar mumkin. Birinchi o'rinda YouTube videolarimizni prosmotriga pul to'laydi. Masalan, mana bu yoqda ko'rilganlar turibdi. O'zimning kanalimdan misol keltirsam, lekin meni kanalim o'zbek kanal, menga pul bermaydi. Hozir buni negaligini tushuntiraman. Misol uchun bu yerda 3000 ta, misol uchun 4000 ta prosmotr aynan laykka emas, kommentariyaga emas, obunachiga emas, necha marta videomiz ko'rilganiga pul to'laydi do'stlar. Keyin chet el videolarni ko'radigan bo'lsak, birinchi 30 soniyasida bilsangiz, 30 soniyalik reklama chiqadi. Misol uchun Kolan reklamasi yoki shunga o'xshash qimmatbaho brendlarning reklamasi. O'sha reklamani ko'rasiz, agar VPN bilan kirsangiz bo'ladi. Ya'ni amerikaliklar YouTube'da doim reklama bilan ko'radi videosini. Aynan o'sha reklama ko'rgani uchun reklamodatellar bir qismini YouTube'ga beradi. YouTube o'sha pulni yana bir 50% sizga beradi. O'sha reklamasini kanalingizda reklama qilib berganingiz uchun. Hozir batafsilroq ko'rib chiqamiz. Bizada hozir qaysi turdagi videoga qancha pul berishini o'rgataman. Undan avval esa sizlarga Telegram kanalimni tavsiya qilaman. Elbek Nabiyev deb yozing yoki profilda va kommentariyada bo'ladi. Men bu kanalimda juda ham ko'plab narsalar berib boraman. Misol uchun bu video chiqishidan avval 200 ta reaksiya so'ragandim va mana video chiqdi. Bu yoqda nima trend, qanaqa musiqa trendligini tashlab boraman. O'zimda veb kanallarim haqida ma'lumot beraman. Sport va boshqa o'zimning shaxsiy hayotim haqida ham ozgina ma'lumotlar berib boraman. Sun'iy intellektlar uchun promptlar, bizda nomerlar berish xizmati bor. YouTube kanallar uchun sun'iy intellektlarni bepulga o'rgataman va ko'plab narsalar bo'ladi. Har hafta jonli dars bo'ladi. Albatta qo'shilib qo'ying. Agarda siz bu yoqda adminda lichkasi bor, menga shogird tushmoqchi bo'lsangiz, YouTube'da noldan o'rgatmoqchi bo'lsangiz, admin bilan bog'laning. Shogird bo'lmoqchiman, darslarga yozilmoqchiman desangiz, batafsil ma'lumot beramiz. Demak, do'stlar, ketdik. Bizda 3 xil turdagi videolar bo'ladi. Birinchisi videolar, ya'ni oddiy long videolar, uzun videolar, xuddi shu videoga o'xshagan videolarimiz bo'ladi. Eng kamida $1 dan $10 gacha to'laydi. Har 1000 ta prosmotr uchun. Ya'ni har bir 1000 ta prosmotrimiz uchun to'lanadigan pul bu RPM deyiladi. Misol uchun, uzun videolarga shunaqa hozirgidaqa videolarga kamida $1 dan $10 gacha to'laydi, yo'nalishiga qarab. Shortslarga juda kam to'laydi, 10 barobar kam, 0,1 sentdan boshlab 0,10 sentgacha to'laydi. Lekin shortslarda prosmotr olish osonligi uchun birpasda qoplab ketadi razницасini. Va jonli efirlarimizga ham, katta jonli efirlarimizga $1 dan $10 gacha to'laydi har 1000 ta tomosha uchun. Bu yoqda davlatlar ham muhim. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, YouTube bizda qaysi davlatdan turib, qaysi davlatda aholisi ko'rayotganiga ham qaraydi. Misol uchun O'zbekistonga hali monetizatsiya yonmagan, karantin davrida o'chib qolgan. Shuning uchun sizni kanalingiz o'zbek tilida bo'lsa va O'zbekistondan turib sizni ko'rsa, foydasi yo'q, siz pul ishlay olmaysiz. Shuning uchun biz ingliz tilida yozamiz va butun dunyoga yoqadigan kontent qilamiz. Agar bizda birinchi o'rinda biz Avstraliya turibdi. Agar avstraliyalik odamlar bizni ko'radigan bo'lsa, videolarimizni $8 dan $12 gacha pul ishlashimiz mumkin ekan. Agar Amerikadan turib ko'rsa, $7 dan $10 gacha, Kanadadan bo'lsa 608. Bu yoqda Yangi Zelandiya, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Norvegiya, Germaniya va Daniya bilan Niderlandiya turibdi. Ushbu 10 ta davlatdan turib bizni videolarimizni ko'rsa, biz ko'proq pul ishlaymiz. Shuning uchun bu davlatlarda nima trend, bu aholi nimaga qiziqadi, qanaqa o'yin, qanaqa musiqaga qiziqadi, shularni biz bilib borishimiz kerak. Eng past RPM bu mana bu O'rta Osiyoda, Qozog'iston va Hindistonda bo'ladi. Agar bizda Hindiston ko'radigan bo'lsa, juda ham kam pul ishlaymiz. Juda ham ko'p video qo'yishimiz kerak va ko'p prosmotr olishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bu yoqda yo'nalishimiz ham muhim. Biz Avstraliyadan ko'ra Amerikaga harakat qilamiz. Amerikada
aholi soni ko'proq va Amerika trendlari mashhurroq dunyo bo'yicha. Shuning uchun biz aynan Amerikan yo'nalishi bo'yicha Amerikan YouTube deb nomlaganmiz. Xo'p, do'stlar, bu yoqda tushundik. Endi bu yoqqa diqqatinglar qaratinglar. YouTube'da o'zini kategoriyasi bor, ya'ni kontentimiz har xil yo'nalishlarga bo'linib ketadi. Birinchi o'rinda mana siyensiya va texnologiya, ya'ni a, olimlik tadqiqotlari va texnologik videolar qilsangiz, CPM $20, ya'ni reklamadatelar YouTube'ga $20 beradi, YouTube bizga $11 berar ekan. Agar siz har xil texnologiyalar yasasangiz, qanaqadir buyuk ishlar qilib, Elon Musk'ga kontentlar qilsangiz, juda ham katta pul ishlaysiz va texnologiyalarni obzor qilsangiz ham yaxshigina pul keladi, do'stlar. Agar IT haqida darslar bersangiz yoki texnologik qanaqadir professor bo'lsangiz, katta pul ishlaysiz. Lekin buni qilish juda ham qiyin. Ikkinchisi travel agentslar, ya'ni sayohatlar, bloglar qilsangiz ko'p pul ishlaysiz. Agar siz har xil davlatlarga borib, turizm haqida va umuman kommunikatsiya haqida videolar qilsangiz, bu yoqda ham mingta prosmotr uchun $10 ishlashingiz mumkin ekan. Va bu yoqda audience vigence bor, bu yoqda $9 ekan. Keyin education bor. Education bu ta'lim yo'nalishi, nimadir o'rgatishingiz va ma'lumot berishingiz ham educationga kirib ketadi. Yosh bolalar uchun yoki kattalar uchun qanaqadir informatsiya beradigan foydali videolar $7 gacha ishlaydi ekan, mingta prosmotr uchun. Bu degani 1 million prosmotr uchun 10 ga ko'paytiramiz, $7000 degani. Misol uchun eng tepada $11000, 1 million prosmotr uchun bu yoqda 7000. Bu juda ham zo'r natija. Agar 10 million prosmotr olsangiz, $70000 pul ishlashingiz mumkin. Lekin bu oson yo'nalish emas, do'stlar. Keyin How to Style bor. Bu ham oddiy o'zingizni shaxsiy kontentlar uchun. Entertainment bor. $6. Bu ham yaxshi yo'nalish. Entertainment ko'ngilochar narsalar, misol uchun Mr. Beast videolari yoki O'zbekistonda misol uchun Omonxon va shunga o'xshash blogerlarni ko'ngilochar Vine videolari ham entertainmentga kiradi. People bloggers bor bu yoqda. Gaming yo'nalishi bor. Gaming yo'nalishi ham $5, juda yaxshi. Kanalimda gaming yo'nalishlari chiqarganman. Agar o'yin o'ynab videolar qiladigan bo'lsangiz ham yuqori pul ishlaysiz. Xullas shunaqa, sport haqida bo'lsa, o'zingiz sportsmen bo'lsangiz, tryuklar qilib chiqaradigan bo'lsangiz ham $3 ekan. Va bu yoqda sig'may qolgan eng pasti musiqa yo'nalishlari, ko'pchilik qiladigan oson yo'nalishlar $1 atrofida to'laydi. Ya'ni eng kam $1. 1 million prosmotr uchun zo'rg'a $1000 topadi. Demak, tushunib oldik, do'stlar. Bizada qaysi yo'nalishda qilishimiz ham muhim ekan. Shuning uchun daromadli bo'lish uchun iloji boricha gaming, ya'ni o'yin yo'nalishini tanlanglar, education tanlanglar. Bu yo'nalishlar bo'yicha va sun'iy intellekt yo'nalishlari bo'yicha yuqori daromad qilishni xohlasangiz, kanalimga obuna bo'ling. Men shu yo'nalishlarni bepulga o'rgatib boraman YouTube kanalimda. Va Telegram kanalimga o'tib qo'ysangiz, ko'plab anaqa qilishni o'rgataman. Pul topish yo'llarini o'rgataman va savollarga javob beraman. Bu yoqda katta videolar uchun ko'rdik, $1, $10 gacha. Shorts yo'nalishlarida ham tez orada chiqarishda boshlayman va jonli efir qilishni ham o'rgataman, agar kommentariyada jonli efir deb yozib qoldirsanglar. Demak, tushundik. Biz Amerika uchun ko'proq harakat qilamiz. Birovning videosini o'g'irlamanglar hech qachon. Har doim o'zingiz video yasang, birovning videosini o'g'irlamang va hech qachon o'zbekcha kontent qo'ymang. Pul ishlash niyatingiz bo'lsa. Albatta, ovozsiz bo'lsa ham inglizcha nomlangan, butun dunyo ko'radigan, AQSh auditoriyasiga yoqadigan videolar qiling. Bunaqa videolar qilishda albatta YouTube kanalimda o'rganib borishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men bu yoqda sirli formulani o'rgatganman. Shu kabi yo'nalishlarda yuqori daromadli yo'nalishlarni o'rgatib boraman. Albatta obuna bo'lib qo'ying, do'stlar. Va albatta, xudo xohlasa, men Telegram kanalimda hozir ishlatgan narsalarimni va hozir ko'rsatgan narsalarimni tashlab qo'yaman. Siz obuna bo'lib qo'yishingiz kerak va mana sirli formulalarni tashlab qo'yganman. Professional tarzda agar telefon orqali va kompyuter orqali YouTube'da o'rganishingizga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xohlasa 4000 ta obunachiga yetsak, kurslarimga va darslarimga katta skidka qilib beraman, ya'ni chegirma arzonga qo'shilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, like bosishni va kommentariy yozishni unutmanglar.